Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Inshaalloh bugungi ishimiz ham bitdi. Kechaga qo'ygan videomiz bugun davomi. 12 dona katta tumma qo'yib berganmiz. Balasena fasonini qilib berganmiz. Ikkinchi zinamizni ham hozir ko'rsatamiz. İkinci zinamiz. Materialimizda sifatliga bitta e'tibor berasizlar. Uchinchi zinamizga o'tamiz. Uchinchi zinamiz hojibomga haqiqiy yordamchi bo'ldi zinamiz. Yani perilamiz. Hojibo qalay chiqibdi? Güzel chiroyli. Yaxshimi? Agar harakati shunga yoqib bersalar, yuzni ochaveradi. Ha, xudo xolasa inshaalloh zo'r bo'ladi, hojibo.